Abed qilasizlar, ujin qilasizlar, xizmatni ham qilaylik. Xodim ekanlar, taksichi. Yo'l patrul xizmati xodimi haqqini talab qilayotgan haydovchiga dushmandek qaraydi. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qilamiz. Murojaat qiladigan terpilamizmi aka? Yuqori organlarga murojaat qilish terpilalik emas. Psixologik testdan o'tmaganmilar, kiritib yuboraman seni, pensiyaga chiqqandan keyin senga o'xshagan blogerlarni bitta-bitta quritaman degan. Xalq xizmat qo'shilami? Yosh xodim, 232-sonli buyruq o'qiganmisiz? Qaysi birini? 232-sonli buyruq. Sutkaning qorong'i vaqtida svet atirashi jeleti yo'qdi. Piyodaga yo'l bermay harakatlanib qizil yonib turibdi. Haydovchimizga qog'oz protokolga deb e'tiroz bildiryapti. Bilganini qilsin deyaptilar. Bunaqa vaziyatda nima qilasiz? Men o'tmadim deyapman, siz o'tdingiz deyapsiz. Bivshiy ichki ishlar xodimimisiz? Shunda? Bivshiy da. Qonun barchaga barobar menimcha, mana jarima maydonida. Bivshiy сотрудник. Zaratkada turganda ishlamaydi bo'lsa-kami. Shunaqa vakolatingiz bormi? Shuni so'rashga? Men javob beraman 100%. Okajon, umumiy kodeks bor. Bu uslubiy qo'llanma. Las 975-sonli qarorga muvofiq haydovchi ADX nomerini talab qilganda yo'l patrul xizmati xodimi o'sha nomerni berishga majbur degan joyi bor edi-ku. Siz o'qib ham shunga anaqa qilmayapsiz-ku. Sizlar bilan birinchi marta hamkorlik xizmat olib boryapmiz. Shunga endi sal hayajon bosdi. Qancha ishlaysiz? Necha soat ishlaysiz aka? Aka. Mana gay bilan 1 tunni 3-chi. Mana gay bilan 1 tunni 3-soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Xodimlar xatti-harakatlarda ozgincha noqonuniy joylarini ham ko'rdik. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Ko'pchilik obunachilarimizning iltimosiga binoan bugun gay bilan 1 tun loyihasini 4-batalyon yo'l patrul xizmati xodimlari bilan davom etamiz. Assalomu alaykum, kichik serjant Mahmudov, yo'l patrul xizmati inspektori. Yaxshimisiz? Yo'l harakati qoidasining 9-bandini buzib, xavfsizlik kamar taqmay harakatlanib ketganingizga to'xtatdi. Hujjatlaringizni taqdim qilasiz? Xodim ekanlar, serjant ekanlar. Har yo'l harakati qoidasini buzganlar uchun qonun barchaga barobar demoqchisiz. Barobar bo'ladi. Mana qoida buzarliklarga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beramiz. Qoida buzarlik bo'yicha e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q, e'tiroz bo'lsa qog'oz protokolga rasmiylashtirsangiz ham bo'ladi agar. Hozir bu yerda ogohlantirish bilan cheklanib qolsangiz ham bo'lardi, to'g'rimi? Demak, bilan cheklasa ham bo'ladi, lekin qo'pol qoida buzarlik bu emas, lekin qonun hamma uchun barobar. Shunga ham o'zlari ham ogohlantirish so'ramadilar ham. Indamasdan e'tirozlar qilmaganlar uchun ham rasmiylashtirib berildi. Ham qolgan xodimlarga ham va qolgan haydovchilarga ham bu dars bo'ladi demoqchi bo'lganim. Qonun barchaga barobar. U prokurormi, gaymi, militsiya xodim farqi yo'q. To'ppa-to'g'ri. Rahmat. Birinchi o'rinda o'z ichki ishlar xodimlarining o'zi o'rnak bo'lishi kerak. O'shanga rasmiylashtirib berdi. Rahmat kattaton. Kichik serjant Mahmudov, yaxshimisiz? Hujjatlaringiz to'liq-to'liqmasligini tekshirish maqsadida to'xtatdingiz, hujjatlaringiz taqdim qilib yuborsizmi? Holisi to'liq. Mana yelkam og'riydi-ku. Qanaqa bo'laman. Ko'proq ishlab qolmaydi buni xavfsizlik. Siz nimaga taqmagansiz yo'lovchi? Xavfsizlik kamarini. Ha? Bilmaysizmi o'zingizni xavfsizlik kamari taqish majburligini sizga? Siz aytishingiz kerak edi, hurmatli haydovchi, yoningizdagi yo'lovchiga xavfsizlik kamarini taqib oling deb. Ha, qizilga chiqib kelmayapman. Yo'q. Men sizni qizilga chiqdingiz deb aytdimmi? Kimingiz bo'ladilar bular yoningizdagi yo'lovchilar? Qarindoshlarimmi? Qarindoshlar. Maska ham taqib olinglar. Hali karantin qoidalari yechilgani yo'q. Shuningki, men sizni hozir ogohlantiraman. Keyingi safar mana shunaqa holat qaytariladigan bo'lsa bayonnoma yozaman, tushundingizmi? Ogohlantirish. Rahmat. Nimalar maskalarni ham taqib olaylik. Ya'ni o'zi uchun jarima to'lash emas, gay uchun emas, o'zini xavfsizligi uchun u xavfsizlik kamari, to'g'rimi? Sizda bitta narsaga men ko'p e'tibor beraman. Masalan, ko'p mana sizlarning kanallaringizni kuzataman, boshqa blogerlarning kanalini kuzataman.
inspektor bilan mana shu fuqarolar inspektorga как nima deydi, o'zini dushmanidek qaraydi. Lekin vaholanki biz xalqqa yoki haydovchilarga dushman emasmiz, yoki blogerlarga yo boshqalarga. Faqat bizning maqsadimiz harakat xavfsizligini ta'minlash. Boshqa shoferlarga yoki blogerlarga yo boshqalarga dushmanlik uchun emas. To'g'ri-yu, gapingiz to'g'ri, lekin ayrim vaziyatlarda yo'l patrul xizmati xodimi haqqini talab qilayotgan haydovchiga dushmandek qaraydi. Nimaga sen menga haqqingni talab qilyapsan deganda yoki shunaqa narsalar yo'q deb hisoblaysizmi? Juda ham ko'p. Endi xato hammada bo'ladi. Xato, misol uchun inspektor, men o'zim ko'raman, hozir bizda ko'pincha yoshlar xizmat olib boradi. Ko'chada o'shalar o'zini misol uchun majburiyatidan kelib chiqqan holatda ayrim xatoliklarga yo'l qo'ygan holatlari ham bo'ladi. Mana ijtimoiy tarmoqlarni ham kuzataman, ko'p kuzataman. Mana kameram bormi? Xuddi prezidentimiz aytganda, hujjatini taqdim qilish kerak. Qoida buzgan bo'lsa chorasini ko'rish kerak. Agar mandan agar qanaqadir kamchilik bo'lsa, unga ham chora ko'rishiga misol uchun biz qarshiligimiz yo'q. Chora ko'riladi undan xotir. Agar haydovchi nipraf bo'ladigan bo'lsa, u sirazi nimagadir juda ham tez chora ko'riladi. Agar yo'l patrul xizmati xodimi qanaqadir ayb qilgan bo'lsa, bilmayman, chora ko'rish juda ham sekinlashadi. Yana bir savol bermoqchi edim. Umid aka degan gai ham sizlarda ishlaydi. Chiqib ketdilar-yu, Chirito'ra degan gai degan sarlavha bilan chiqib ketdilar. Endi uni bilmadim. Bilmaysa 4-batalyonda ishlaydilar, o'sha Umid aka degan. Menda o'sha Umid aka nimagadir psixologik testdan o'tmaganmilar, 4-batalyonda ishlaydilar, xizmat qiladilar. Tamo'jning choraqasida haydovchini to'xtatib, haydovchiga terpilasan, unaqasan, bunaqasan, oilang bilan kameraga ol, boshqa qil, Chirito'raman seni, pensiyaga chiqqandan keyin senga o'xshagan blogerlarni bitta-bitta quritaman degan. Bunga qanaqa fikringiz? Bunaqalar kamayish kerakmi yoki bo'lmasam ko'payursinmi? Haydovchini haqqini poymol qiladiganlar. Men bitta narsani bu savolingizga men shunaqa qisqa valonda qilib javob beraman. Hech kimni huquqini poymol qilishga haqqi yo'q deb o'ylayman. Assalomu alaykum, kichik serjant Mahmud, yo'l patrul xizmati inspektori. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yo'l harakat qoidasini buzib, piyodalar yo'lligini ustidan ortga qayrilib harakatlanib kelyapsiz o'rta haydovchi. Hujjatlaringizni ko'rsatib masalan. Mashinalar o'tishini poylab, naryoqdan to'g'ri o'tib kelayotgandim, piyodalar kutib turibdi-da. Yo'q, piyodalar yo'lligini ustidan qayrilyapsiz. Piyodalar yo'lligidan o'tib, ortga qayrilib olishingiz kerak. Bo'ldi. Ay, hujjatlaringizni ko'rsatib Ay, bizda gap bo'lishi mumkin. Umuman e'tirozim yo'q. Yechimni iste'mol qilmagan. Hozir men qo'ygan. Nima? 60 yillikdan o'zi iste'mol qilmayman. Tekshirib ko'rishingiz mumkin. O'zi iste'mol qiladi. Chuqur ikkita flora. Yani 2 marta. O'zi iste'mol qiladi. Birinchi marta bo'lishida bir martaga ogohlantirishadi. O'zimiz qilayotgan yoki telefon nomeringizni bergan raqamingizga 15 kun ichida agar to'lasangiz 30% chegirmasi bilan jarimasini to'lab qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi marta bo'lsa yarim minimalka. Ogohlantirish nima? Ya'ni bir martaga предупреждение, ya'ni ogohlantirib yuborish imkoniyati faqat yarim yozish ogohlantirish. Piyodalar yo'lligini ustidan harakatlanib kelyapsiz, bu degani piyodalar yo'lligini ustidan yurib kelyapsiz hisoblanadi. Piyoda o'tayotgan bo'lsa ham boshqa narsa-da. Mana shuncha 24 yildan beri mashina haydasam birinchi marta tushishimda. Tushunyapsizmi? Tushundim. Hayotda ichmaydigan odamga ichmading. Bu gapim juda ham og'ir botadi ba'zi odam. Ichadigan odam o'zi bilinadi. Nima e'tirozingiz bo'lsa yuqori turuvchi organlarga murojaat qilasiz. Yo'q, murojaat qiladigan terpilamizmi aka? Yo'q. Yuqori organlarga murojaat qilish terpilalik emas, o'z haq-huquqini talab qilish yoki noto'g'rimi Izzat aka? To'g'ri, o'z haq-huquqini talab qilish uchun Assalomu alaykum. Charchamadinglar? 4-batalyonmi? Ha, 4-batalyon. Xos xizmat qilasizlarmi? Ha? Yosh xodimman. Yosh xodim. 232-sonli buyruqni o'qiganmisiz? Hurmatli Saftor. Aytib beraman. 232-sonli buyruq. Xo'p. Sutkaning qorong'i vaqtida svet atrashi jiletingiz yo'q-da. Bo'ldi. Kiyib olasizmi? Ha. Assalomu alaykum. O'rtoq aka serjant, yaxshimisiz? Charchamadinglarmi? Xizmat qilasizlarmi? 232-sonli buyruqni o'qiganmiz. Sutkaning qorong'i vaqtida nima bo'lish kerak? Xavfsizligimizni ta'minlash uchun o'sha avtojatildan foydalanib kiyib olishimiz kerak. Nimaga yo'q hozir? Hozir kiyib olamiz buni. Hozir keldik endi. O'zingizni xavfsizligingiz uchun bu.
xuddi haydovchi xavfsizlik kamaridan foydalanmadiga o'xshagan. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Kichik serjant Mahmudov. Yo'l harakati qoidasi 9-bandini buzib, xavfsizlik kamari taqmay harakatlanib ketganligiga to'xtatdim. Endi bu qo'pol qoida buzarlik emasligi uchun qanaqadir e'tirozingiz ham yo'q, masalan, ogohlantiring degan ili siz so'rab ko'rmadingiz-ku hali. Ha, yozursinlarmi? Agar ogohlantirib qo'yib olsalar, mayli. Nima bo'lamiz hozir o'zi? Vaqt qo'ying mayli. Ogohlantirmaysalar, mayli. Qo'ydingizmi? Ha, qoldilar. Bir martaga ogohlantiraman sizni. Oq yo'l yaxshi yetib oling, salomatlik. Hujjatlaringizni to'liq taqdim qilasiz, marhamat qilib. Xavfsizlik kamari taqmasdan ortga qayrilayotgan vaqtingizda piyodalar yo'lligida piyodaga yo'l bermay harakatlanib kelyapsiz. Qizil yoniq turibdi. Qizil yoniq turibdi, o'shaning uchun o'tdim. Piyodalarga qizil yonib turmagan edi. Yoniq turibdi, ko'rdim. Bu tomon svetoforlar, bu tomon svetofor har xil yo'q. Yoniq turibdi. Har xil yonadi. Qizil yoniq turgani uchun yo'l bergan. Qoida buzarligingizga nisbatan elektron variantni ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Piyodalar yo'lligida piyodaga yo'l bermasdan hech qanday qizil yoniq turibdi. Qizil yoniq turibdi. Kamarda hozir ona qildingiz. Qizil yoniq turgani uchun o'tdim. Mana aka, nimasman? Sizni ko'rib turib o'tmayman unaqa. Qizil yoniq turibdi. Xohlasangiz videoni ko'tarsangiz. Agar shunaqangiz deb Izzat hozir haydovchimizga e'tiroz bildiryaptilar. Bunaqa vaziyatda nima qilasiz? E'tiroz bildiryaptilar. Buni qoida buzarliklariga e'tiroz bildiryaptilar. Endi e'tirozlarini xohlasalar, men 15 kun ichida yuqori turuvchi organlarga o'zimiz rahbarligiga murojaat qilsalar, yozma ravishda ko'rib chiqiladi. Hurmatli haydovchi, 407-sonli qaror 5-bandiga muvofiq agar e'tiroz bo'lgan taqdirda planshetka emas, qog'oz protokolga protokol rasmiylashtirish talabini berish huquqingiz bor. E'tiroz bo'lsa bemalol protokolga yozib bering. Albatta, u qizil yoniq turibdi. Peshxod o'zi qoidaga rioya qilish kerak u. Haydovchimizga qog'oz protokolga deb e'tiroz bildiryapti. Qog'oz protokolga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraymi sizga? Men hammasidan norozi. E'tiroz bo'lsa qog'ozga to'ldiradilar. Agar e'tiroz bo'lmaydigan bo'lsa, planshetga to'ldiraveradilar. Nima deysiz, hurmatli haydovchi? Bilganini qilsin deyaptilar. Bunaqa vaziyatda nima qilasiz? Endi e'tiroz bildirmayaptilar. Agar planshetga yurg'izmagan mana ma'muriy huquqbuzarligimni desalar, qog'oz ma'muriy protokol bayonnomasi rasmiylashtiriladi. Lekin hozirgi vaqtda aniq konkret aytmayaptilar. Qoidabuzarlar unaqa qo'pol emas, bilishimcha, qo'pol. Men xavfsizlik kamari taqmasdan harakatlanib ketdilar. Ham piyoda endi uzoqroqda edimda, burilib harakatlanib ketayotgan paytlarida Ogohlantirish bersa bo'ladimi? bir martaga mana yo, tushundim. Mayli, oilaviy ketayotgan ekansizlar, mayli, unaqanaqaga solchi asabuzarlik qilmasdan mana oq yo'l yaxshi yetib oling. Yo'lingiz bexatar bo'lsa, yaxshi yetib oling. Bemalol. Mana ko'ryapmiz, yo'l patrul xizmati xodimlarining asosiy vazifalari jarima emas, mana ogohlantirish bilan ham cheklanib qo'yaptilar. Respekt. Assalomu alaykum. Yo'l patrul xizmati inspektori Kichik serjant Mahmudov. Yaxshimisiz? Hollaringiz yaxshimi? Hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Qo'lda jarimasini to'lab qo'yasiz. O'tmadimi? Qanaqa nima rasmiylashtirdi? Nima e'tirozingiz, norozilik bo'lsa, yuqori turuvchi organlar o'zimiz rahbariyatga murojaat qilishingiz mumkin yozma ravishda. Hozir siz qanaqa isbotlayapsiz hozir menga o'tgan? Men sizga qoida buzarligingizni tushuntirib berdim. Tushuntirdingiz, menga isbotlab bermaysizmi? Yo'q, isbotlab berish meni vakolatimga kirmaydi, majburiyatimga ham kirmaydi. Yozib yuborasiz meni. Yo'q, o'zimdan emas, shu majburiyatimga kirmaydi sizga isbotlab berish. Vizual orqali, vizual kuzatuv orqali aniqlangan qoida buzarligingiz. Qanaqa buzarlik? Ko'rib turib aniqlangan qoida buzarlik. Men sizga ko'rib turib o'tmadim nomni. Hozir menga naqd berishingiz kerak-ku, mana shu e'tirozingizni yozma ravishda murojaat qilsangiz, sudga taqdim qilinadi material, sudda ko'rib chiqiladi. Men sud yuramanmi? Siz menga hozir aniq dalil aytmasangiz, men sudni nima qilaman? Vaqtim yo'q meni sudni. Agar men sizga foto yoki video orqali men sizni qoida buzarligingizni aniqladim deganimda joyda ko'rsatib berishim mumkin edi. Ko'zingizga ishonyapsiz, men ko'zimga ishonyapman. Men o'tmadim deyapman, siz o'tdingiz deyapsiz. Hozir meni yozmoqchisiz-da, men sudma-sud meni sarson qilmoqchimisiz? Men vaqtim yo'q deyapman sizga. Xizmatimizni bajaryapmiz. Izzat hozir haydovchi qizil chiroqdan o'tmadim deyaptilar. Demak, e'tirozi bor. O'sha e'tirozi bo'lgandan keyin 407-sonli qaror 5-bandiga muvofiq
qog'oz protokol rasmiylashtirilmaydimi yoki bo'lmasa haydovchi talab qilishlari kerakmi? Ular uni o'zlari talab qilishlari kerak. Prava bering, mashina texnikasini bering, sug'urta polisiz bering. Sug'urta polisiz bering. Yo'qmi? Mashina tarifga ruxsatnomasi bormi? Bu ham yo'qmi? Hozir 135-statiya bo'yicha sizga ma'mur bayonnoma to'ldiramiz yangi planshet yordamida. Aka shunda bo'lsa qahramon akam bilan tanishamiz aka. Bo'ldi qani? Qilavering qahramon aka qo'yib olsalar gap bo'lishmaydi. Mana qarang aka, siz vaqtda patrullarmiz, xodimmisiz? Jurnalistmi? Ha, o'z xodimmisiz? Berma, bu yerda работайman. O'shaga ma'murlarni tushirmay turinglar. O'zim Boronda ishlaganman, DTPda ishlaganman, tergovchi bo'lganman. Ma'mur olib turing, iltimos. Aka, ichimlik Bivshiy ichki ishlar xodimimisiz shunda? Вообще, да. Qonun barchaga barobar menimcha, to'g'rimi? Haydovchi bo'ladimi boshqa bo'ladi. Hozir nima 135.1 hamda 126-modda bilan jarima maydoniga 126 bilan boryapti, to'g'rimi? Izzat haydovchi nima qoidabuzarlik qildi? Haydovchi hozir Uyg'ur ko'chasi eski uy bozor qarshisidagi svetoforni taqilov chirog'iga harakatlanib kelganlarida jezl va hushta yordamida to'xtatilgan payti to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatni davom etib ketdilar. Ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida mana mashina to'xtatildi. Hozir bilishimizcha hujjatlarini to'liq emas deb aytolmayman, chunki hali to'liq taqdim qila olmadilar. Hozir taqdim qilaman deb qo'ydilar, lekin kimlargadir telefon qildilar. Kimlardir gaplashyaptilar, hozir hujjatlarimni olib kelishyapti, uyda qolib ketdi deb aytyaptilar. Demak, ko'ruvimizda yo'l harakat qoidalarini 39-bandiga amal qilmasdan Lacetti haydovchimiz yo'l patrul xizmati xodimining qonuniy talablarini bajarmadilar. Bu bilan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-modda bilan chora ko'riladi, agar adashmasam, shundaymi? To'g'ri. Hurmatli haydovchilar, nima bo'lgan taqdirda ham sizlar prav bo'lasizlarmi, neprav bo'lasizlarmi, uni farqi ichki ishlar organi xodimining qonuniy talabini bajarishga majburmiz. Hozir men 194 sud haydovchining ishi vobshe og'irlashib ketdi. Mana boyagi Nexia 2, ya'ni 126 hamda 135.1 bilan protokol tuzilgan ko'ruvimizda mana jarima maydonida. Bivshiy сотрудник. Bu degani qonun barchaga barobar. Mana ko'ruvimizda Lacetti avtomashinasi 194, ya'ni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194-moddasiga muvofiq jarima maydoniga qo'yildi. Assalomu alaykum, yo'l patrul xizmati inspektori Serhat Mahmudov. Yaxshimisiz? Hujjatlaringizni taqdim qilasiz? Svetofor taqiluvchi qizil chirog'iga harakatlanib kelayotganingiz uchun to'xtatdim. Qoida buzarligingizga nisbatan elektron variant ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib beraman. Qoida buzarlikdan e'tiroz bormi? Yo'q, e'tiroz yo'q. Agar e'tiroz bo'lsa, qog'oz protokol rasmiylashtiriladi. Ogohlantirish vakolat bormi aka 31ga? Yo'q, o'zi ogohlantirish keldi otdilar boshqasi. O'shanga ko'rmay qolgan bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Yo'q, endi svetofor qizil chirog'ini bunaqa qorong'i paytda yonib turibdi. Ko'rmay qolish ehtimoli bo'ladi. Ogohlantirish bering. Qoida buzarlik sodir qilgan bo'lsalar ham sudga o'tkazib olish vakolatiga egalaydi, to'g'rimi? 245 bilan. O'zi sudning vakolatida u narsani kamaytirish, boshqa qilish, to'g'rimi endi? Shunday, agar sud lozim topsa, buni ogohlantirish yoki kamaytirib berish vakolatiga ega. Mana barmoq bosasiz. Va yana qaytaram, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 294-moddasiga asoslanib sudga murojaat qilib yoki advokat yo'llab yurist xizmatlaridan foydalanishingiz mumkin. Shu bo'yicha tushuntirish berdim. Oq yo'l. Hozir jentrani to'xtatdingiz, nima qanaqa qoida buzarlik uchunmi yoki proyekt dokument nimaga to'xtatdingiz? Jentraning qoida buzarligi svetoforni taqiluvchi qizil chirog'ida harakatlanib kelgani uchun to'xtatib, unga nisbatan ma'muriy bayonnoma yozib berdim. Xudo xolisa mana xizmat faoliyatimiz ham tugadi bugun. Endi sekin borib yozgan bugun kunlik qilgan xizmatimizni отчетini topshiramiz, keyin sekin uyga ketamiz. Xizmatingiz yaxshi bo'ldi, rahmat sizlarga, lekin bitta narsaga e'tibor berdim. Nimagadir haydovchilarni 975-sonli qarorga muvofiq bodi kameram ishlayapti deb ogohlantirmadinglar. 90% holatda. Esdan chiqib ketishmi bu nima?
u bo'yicha bir xil joylarda ogohlantirdik, bir xil joylarda to'g'ri ogohlantirmadik. Endi bu esdan chiqib qolibdi uni ogohlantirish bo'yicha, to'g'ri. Hayajondanmi, nimadan? Endi hayajondan, endi sizlar bilan birinchi marta hamkorlikda xizmat olib boryapmiz. Shunga endi sal hayajon bosdi. Rahmat kattakon, xizmatga omad. Charchamanglar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Mana gay bilan bir tunni 3-soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Kimda qanaqa fikr bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyada o'zlarini fikringizni qoldirishinglar mumkin. Xizmat qanday bo'ldi? Sizlarga yoqdimi, yoqmadimi? Ha aytgancha, keyingi sonni qaysi tuman yoki viloyatda olishimiz haqida ham aytish esingizdan chiqmasin. O'zinglarni asranglar, hurmatli haydovchilar, va eng asosiysi, yo'l harakati qoidasiga amal qilinglar. Xayr.